Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanal kuzatuvchilari, tibbiyot talabalari, sizga ajoyib yangilikni aytmoqchiman. Bugundan boshlab biz oldimizga bir challenge qo'yganmiz. Ya'ni kun yoki hafta yoki oy davomida nerv tizimida uchraydigan ma'lum bir kasalliklarni bosqichma-bosqich ko'rib o'rganib ketamiz. Ya'ni sizga ma'lum bir kasallikni qisqacha iloji boricha soddalashtirilgan, tushunarli tarzda yoritib berishga harakat qilamiz. Challengeimiz bugun birinchi kuni. Yana bir eslatib o'tadigan ma'lumot, ushbu ko'rib turgan darslik konspektlari Placenta.uz tomonidan hadya etilgan, Placenta.uz tomonidan yozilgan konspektlar. Video darslarni esa Kamina Nizomiddin Azimov yozib bormoqda. Demak, bugungi challengeimizda bugun ko'rib chiqadigan kasalligimiz aynan migren kasalligi to'g'risida gaplashamiz. Xo'p, migren kasalligi o'zi aslida nima? Migren kasalligi bu takrorlanuvchi, e'tibor beramiz, takrorlanuvchi, ko'pincha bir tomonlama va kuchli bosh og'rig'i bilan kechadigan nevrologik kasallik hisoblanadi. Bu kasallik juda ham ko'p uchraydi. Ya'ni ko'p holatlarda mijozlarimiz, klientlarimiz, bemorlarimiz aytishadi, shunaqa kasallik bilan og'rishadi. Xo'p, demak, kasalligini ko'pincha aytishimiz mumkin bo'ladiki, ko'ngil aynishi, qusish, yorug'lik va shovqinga sezuvchanlik bilan birga kechadi. Ya'ni aynan mana shu sanab o'tganlarimiz ortib ketar ekan. Ko'ngil aynar ekan bemorda, qusar ekan, yorug'lik va shovqinga nima bo'lar ekan, sezuvchanligi ortib ketar ekan. Bu kasallik asosan ayollarda uchraydi va ko'pincha o'smirlik davrida yoki 20-40 yosh oralig'ida boshlanadi. Bu yerda bosh og'rig'ini turlarini ko'rsatib o'tyapti. Ya'ni biz o'rganadiganimiz migren kasalligi edi. Yuqorida aytib o'tdik, takrorlanadi va bir tomonlama bo'ladi. Asosan mana yuzning yoki boshning yarim qismidagi bo'ladigan og'riqlar bilan kechadi deb aytdik. Undan tashqari esa mana hazm tizimidagi o'zgarishlar, havo saqlovchi bo'shliqlardagi kasalliklarda ham mana yuzning oldingi sohalari. Ya'ni bu havo saqlovchi bo'shliqlar qaysilar? Peshonadagi sinuslar, Gaymer sinusi bo'shlig'i, etmoida suyagimiz bor, qalbirsimon suyak. Aynan ana shu joydagi yallig'lanishlar asosan yuzning oldingi sohalarida nima bo'ladi? Og'riqlar bo'lar ekan. Tezroq qon bosimi ko'tarilganda boshning orqa tomonidagi og'riqlarni misol qilib beryapti. Ya'ni bu bosh og'riqlarining klassifikatsiyasi ekan. Demak, kasalligimiz etiologiyasi nima? Migren kasalligining etiologiyasida hali to'liq o'rganilmagan turli xil sabablar bo'lishi mumkin, lekin biz asosiylarini quyida sanab o'tib tushuntirishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda genetik moyillik. Genetik moyillik albatta o'sha bemorni ota-onasida migren bo'lgan, migren kuzatilgan odamlarda bu kasallik rivojlanishi ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni genetik moyillik ko'p kasalliklarda namoyon bo'ladi. Ya'ni nima deydi? Anamnez vitasini surishtirganimizda o'sha yuqorida o'sha ota-onalarida kimdadir kuzatilgan bo'ladi, u o'sha kasallikka moyilroq bo'ladi. Ya'ni unda ham uchrash ehtimoli yuqoriroq. Ikkinchi berib o'tayotgan etiologiyamiz esa neyrovaskulyar mexanizmlar. Bunda nima bo'ladi? Bunda endi miya tomirlarining kengayishi va u bilan bog'liq bo'lgan holatda asabiy impulslarning buzilishi bilan namoyon bo'lar ekan. Va bizda serotonin darajasining o'zgarishi. Serotonin darajasi miqdorining pasayishi yoki ko'tarilishi migrenni qo'zg'atadi. Yuqorida aytib o'tdik, klinikasida qusish bo'ladi. Ya'ni qusish markazimiz Riga zonada joylashgan, biroq bu haqda ham hozir gaplashamiz. Aynan o'sha yerda, undan tashqari hazm tizimida serotonin reseptorlari bor, 5H3 reseptorlari. Ular qo'zg'aladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Bizda organizmda ko'ngil aynash holati kuzatiladi. Va trigger qo'zg'atuvchilar. Buni aytishimiz bo'ladiki, ruhiy stress. Ayollarda ko'p uchraydi dedik. Aynan stress, uyqu rejimidagi buzilishlar, ochlik yoki ovqatni kechikib iste'mol qilish, ovqat ratsioniga ahamiyat berish kerak bu joyda. Undan keyin esa ovqatni mahali, spirtli ichimliklar, ayniqsa qizil vino. Undan tashqari esa ayollarda H sikli gormonal o'zgarishlar. Gormonal o'zgarishlar ham bu yerda juda ham katta rol o'ynaydi, chunki ularni emotsiyasidagi o'zgarishlar ruhiy holatini nima qiladi? Ancha o'zgartirib boradi va kuchli hidlar, chiroqlar yoki baland tovushlar natijasida bizda trigger zonamizda qo'zg'alish sodir bo'ladi va bu davomiy ravishda bo'ladigan bo'lsa, migren kasalligiga ulanib ketar ekan. Mana ko'rishimiz mumkin.
Yana klassifikatsiya beryapmiz. Migren kasalligida, ya'ni yuzning yarim tomonida gipertenziya, qon bosimi ortganda, ya'ni bemordan so'rayotganda boshim og'riyapti deb kelgan bemorlarni biz so'raydigan bo'lsak, anamnez yig'adigan bo'lsak, boshimning bir tomonida bo'lyapti og'riq, bir ikkinchi tomonda emas. Bu migrenga nima deydi, patogeniya berishligi mumkin. Endi qon bosimida esa boshni orqa ensi sohasida og'riq bo'ladi. Qon bosimi ko'tarilganda, qon bosimi o'zi ko'tariladigan bo'lsa, qon bosimini ham turlari bor. Ko'tarilishini gipertenziyani neyrosirkulyar bo'ladi. Undan tashqari esa nima bo'ladi? Simptomatik bo'ladi. Boshqa a'zolarning ishi buzilishi natijasida ham qon bosimi ko'tariladi. Misol uchun buyrak kasalliklarida deb olishimiz mumkin. Va stress kasalligida boshimda esa aylanasimon tarzda boshda kuchli og'riq bo'lar ekan va parenteral. Hop, sinuslarni gaplashdik yuqorida. Sinuslar havo saqlovchi bo'shliqlarda, lor a'zolari kasalliklarida, bu sohada yiringlar yokida qanaqadir patologik holat yaralanish kechadigan bo'lsa, boshni aynan yuzning mana shu oldi qismida og'riq bo'lar ekan va klaster tipdagi bosh og'riq. Buni keyingi darslarimizda gaplashib chiqamiz. Xo'p, demak, kasalligimizning patogeneziga to'xtalamiz. Kasallikni patogenezda trigeminal asab tizimi va miya tomirlarining disfunksiyasi bilan bog'liq. Demak, trigeminal asab tizimi va miya tomirlarining disfunksiyasi bilan bog'liq holatda migren kasalligining patogenezini ko'rib chiqar ekanmiz. Trigeminal asab aktivlashuvi. Bu asab orqali miya tomirlariga yallig'lanishga olib keluvchi moddalar to'planishni boshlaydi. Serotoninlar ko'p miqdorda to'planish boshlar ekan va tomirlarni kengayish kuzatiladi. Yallig'lanishga olib keluvchi moddalar qon tomirlarini kengayishga sabab bo'ladi. Undan keyin esa yallig'lanish jarayoni bo'ladi. Bu tomirlarning atrofida neyrogen yallig'lanishga olib kelar ekan va bizda og'riq signallari. Bu yallig'lanish trigeminal asab orqali markaziy asab tizimiga uzatiladi va bosh og'rig'i yuzaga keladi. Ya'ni og'riq signallari uzatiladi va asab markaziy asab tizimiga uzatiladi va bosh og'rig'i yuzaga kelar ekan. Migren yana simptomlari: boshda og'riq, mana qusish, qayt qilish, ko'ngil aynishi, kam quvvatli bo'lishi, fevr isitma ko'tarilishi ham kuzatilar ekan, ishtaha pasayishi, ma'lum bir holatlarda esa diareya ham kuzatilishi mumkin ekan. Ovozlarga va yorug'likka sezuvchanligini oshib ketishligi haqida biz nima qildik? Siz bilan gaplashib chiqdik. Klinikasi simptomlariga to'xtalamiz. Kasallikning klinikasi simptomlarida migren odatda 4 ta bosqichda kechadi. Ma'lum bir odamda hamma bosqichi bo'lishi mumkin, ayrimlarda esa mana shuni yarmini kuzatishi mumkin. Birinchi bosqich aytishimiz mumkin bo'ladiki, prodromal bosqich hisoblanadi. Bu ogohlantiruvchi bosqich. Bunda bosh og'rig'ini 1-2 kun oldin sodir bo'lishni boshlaydi. Ya'ni ishtaha buzilishi kuzatilar ekan bemorda. Ishtaha buzilishi, mana ishtaha buzilishi, ishtahaning o'zgarishlari kuzatilar ekan. Hafsalalik bo'lmaslik, asabiylashish, stressga moyilroq bo'ladi. O'zi charchoq, uyquchanlik yoki faol bo'lib ketish tez-tez kuzatilar ekan. Ya'ni prodromal bosqich, ogohlantirish bosqichi mana shunday holatlar kuzatilyapti. Demak, o'ylanish kerak. Ya'ni simptom belayotganda shunday bo'lib boshlanganmi deb so'rashimiz mumkin ekan. Va avra bosqichi, ya'ni faqat ba'zi bemorlarda bosh og'rig'idan oldin 10-16 daqiqa oldin davom etadi. Ko'z oldida chaqnashlar, qorayishlar kuzatilar ekan. Va qo'l oyoqda uvishish, karash, senzorniy og'riq kuzatiladi va so'zlashda qiyinchilik kuzatilishligi mumkin ekan. Endi bosh og'rig'i bosqichi bor. Undan keyingi bosqich mana odatda 4 soatdan 72 soatgacha davom etishi mumkin bo'lgan holat hisoblanar ekan. Bunda endi nima bo'ladi? Bir tomonlama urib turuvchi og'riq. Bir tomonlama boshni shuni og'riq kuzatilyapti deb shikoyat qiladi kasallar. Ko'ngil aynishi va qusishi. Trigger zonalarimiz aktivlangandan keyin bizda ko'ngil aynishi va qusish kuzatilar ekan. Yorug'lik, fotofobiya va tovushga sezuvchanlikni olib ketishi. Ya'ni bemor bilan muloqot qilayotganda shovqin yoqmayotganini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Jismoniy harakat bilan bog'liq og'riqlar kuchayib ketar ekan. Posttraumal bosqich, so'nggi bosqich bu og'riq o'tib ketgandan keyin kuzatiladi bemorda. Charchoq, diqqatni jamlay olmaydi bemorimiz, ruhiy tushkunlik yoki yengillik hissi kuzatilar ekan. Kasallikning diagnostika qilishda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Migren tashxisi klinik asosda bemorning birinchi navbatda shikoyatlarini, bundan oldingi shikoyatlar aytishimiz mumkin bo'ladi-ki, so'raydigan narsalarimiz bor. So'rashimiz mumkin bo'lgan narsalar yuqorida gaplashdik. Mana bu bosqichlarda, misol uchun prodromal ogohlantirish bosqichida nimalar bo'lyapti? Mana shu narsalarni inobatga olishimiz kerak bo'lar ekan. Va birinchi navbatda anamnez yig'ish. Anamnezda og'riq qanday boshlanganini, uni davomiyligini so'rar ekanmiz va joylashuvi,
qanday omillar og'riqni kuchaytirishi, susaytirishi aniqlanadi. Ya'ni boshdagi og'riqlar nimadan keyin boshladi, og'rigandan keyin nimalar kuzatildi, nima qildiki boshda og'riq kuchaydi, shuni qaysi mahallida, mana shu narsalar hammasini inobatga olar ekanmiz. Va neurologik tekshiruvlar odatda normal bo'ladi. Neurologik sohalarda, ya'ni sinamalarni tekshiruvlarni o'tkazar ekanmiz va qo'shimcha tekshiruvlarda MRTda ko'rishimiz mumkin. Faqat xavotirli belgilar, masalan, birinchi marta kuchli bosh og'rig'i, kuchli tarzda bosh og'riydigan bo'lsa, ya'ni boshqa kasalliklar bilan nima deydi, qiyosiy tarqishlash maqsadida kompyuter tomografiyasi yoki multi spiral kompyuter tomografiyasidan foydalanishimiz mumkin ekan va epilepsiyaga shubha bo'lsa, ya'ni epilepsiya kasalligida o'sha xurujlardan oldin yoki xurujlardan keyin boshda hali kuchli og'riq bo'ladi. Mana shu narsani inobatga olib so'rashimiz kerak ekan. Va qon tahlillari boshqa sabablarni inkor etish uchun. Ya'ni ma'lum bir kasalliklar, masalan, anemiyani ba'zi bir turlarida ham boshda nima bo'ladi, og'riqlar kuzatilishi mumkin. Shu sababli biz qon tahlillarini ham qilib qo'yishligimiz kerak ekan. Endi qisqacha davolashga keladigan bo'lsak, og'riqni to'xtatuvchi dorilardan, steroid yallig'lanishga qarshi preparatlar, ibuprofen, naproxen yoki ketoprofen, ketarol, mana shu preparatlardan foydalanishimiz mumkin. Triptanlar og'riqlarda serotoninni faollashtirish maqsadida triptanlardan foydalanar ekanmiz. Endi ko'ngil aylanishiga kuzatilayotganligi sababli beshashtiruvchi serotoninni bloklovchi dori vositalari, ya'ni metoklopramidlar, metoklopramid, asetron, andesetron preparatlaridan foydalansak bo'lar ekan. Oldin olish profilaktika maqsadida bo'ladigan bo'lsa, beta blokatorlardan propranolol va antidepressantlardan amitriptilin. Amitriptilga e'tibor beramiz. Bu dorilar retsept orqali beriladigan tabletkalar hisoblanadi. Biz umumiy tarzda yorib ko'rsatyapmiz va antikonvulsantlar, botulinum toksini xronik migren kasalligi uchun foydalansak bo'lar ekan. Va bemorimizni nima qilish kerak? Hayot tarzini o'zgartirishimiz juda muhim. Uyqu va ovqatlanish rejimini saqlashimiz kerak, stressni kamaytirishimiz kerak bemorda va triggerlardan qochish. Triggerlarni yuqorida sanab o'tdik va kundalik bosh og'rig'ini kundalik yoritish, ya'ni qaysi kunda qaysi mahallada og'riyapti, qaysi kunlarda og'riq bo'ladi, mana shu narsalarni yuritib borishimiz kerak ekan. Xo'p, demak bu yerda foydalangan ma'lumotlarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Shu konspektimizni ko'rsatilgan ma'lumotlardan olib plasenta uchun maxsus tayyorlandi. Bundan keyingi ma'lumotlar uchun kerakli 100 ta kasalliklar haqida rasmiy kanalda topishingiz mumkin. Kanalda 365 kun har kun kasallik haqida ma'lumot beriladi. Ya'ni shu video darsliklar aynan biz tomonimizdan olinyapti. Materiallar esa plasenta o'z ijodkorlari tomonidan maxsus tayyorlangan hisoblanadi. Demak, bugun siz bilan qisqacha migren kasalligi o'zi aslida nima, bosh og'rig'ini klassifikatsiya qilib oldik, kasallikning etiologiyasi, patogenezi, undan keyin esa klinikasi, simptomlari, diagnostika qildik. Migren kasalligini qisqacha davolash to'g'risida batafsil gaplashib chiqdik. Bugun birinchi video darsligi bo'lganligi sababli ko'p joylarga chuqurroq to'xtalmadik. Aynan siz kirishib olishingiz uchun keyingi darslardan, keyingi kasalliklarga ham bir chuqurroq tarzda moslashib olganingizdan keyin kirib boramiz. O'zingiz uchun kerak bo'ladi. Misol uchun konspekt qilib olishingiz mumkin yoki bu narsani migren kasalligi kuzatilgan bemorlar ham ko'radigan bo'lsa, yaxshilab so'zlarni eshitadigan bo'lsa, bemorlar tushunadigan tarzda video tayyorladik deb o'ylayman. Xo'p, hammaga rahmat. Sog', salomat bo'ling.